Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 10-14 mart kunlaridagi haftalik dayjesti bilan tanishing. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamda Adolat sotsial-demokratik partiya rahbariyati va mas'ul xodimlar ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Unda davlat rahbari raisligida o'tkazilgan Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengashning kengaytirilgan yig'ilishida belgilangan vazifalar muhokama qilindi va bir qator yo'nalishlarda o'zaro hamkorlik qilishga kelishib olindi. Tadbir yakunida agentlik hamda partiya o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Agentlik tomonidan davlat xaridlari va boshqa sohalarda o'tkazilgan o'rganishlar natijasi bo'yicha vazirlik idoralariga 4 ta taqdimnoma, Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasiga 1 ta, Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga 3 ta so'rovnoma yuborildi. Agentlikda davlat organlari va tashkilotlari faoliyati ochiqligini baholash mezonlari mavzusida seminar o'tkazildi. Unda 100 dan ortiq davlat organlari va tashkilotlarining ochiqlikka mas'ul xodimlari, shuningdek, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Milliy statistika qo'mitasi, O'zkom nazorat inspeksiyasi hamda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining ochiqlik indeksini baholashda ishtirok etuvchi ekspertlari qatnashdi. Bu yildan e'tiboran ochiqlik indeksini shakllantirish jarayonlari inson omilisiz raqamli nazorat shaklida amalga oshiriladi. Seminarda ishtirokchilarga ayni shu maqsadga xizmat qiluvchi maxsus dasturiy ta'minot taqdimot qilindi. Shuningdek, ochiqlikni ta'minlash sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlardagi yangilik va o'zgarishlar, majburiyatlarga rioya etilish, yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan batafsil ma'lumotlar berildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi jinoyatchilik omillarini aniqlash, ilmiy yondashuv va amaliy yechimlar mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Tadbir doirasida Agentlik va Kriminologiya tadqiqot instituti hamkorligida korrupsiya sohasidagi jinoyatchilikning oldini olish nomli fundamental ilmiy amaliy tadqiqot loyihasiga start berildi. Loyiha doirasida har ikkala idora huzurida korrupsiya muammolarini tadqiq qilish ofislari tashkil etildi. Ularning asosiy vazifasi korrupsiya sohasidagi ilmiy takliflar, g'oyalar va ishlanmalar tahlilini umumlashtirish, jinoyatlarning oldini olish masalalarini tizimlashtirilgan holda tadqiq etish hamda ularni tadqiqot natijalarida aks ettirishdan iborat. Davra suhbati mobaynida agentlik hamda Kriminologiya tadqiqot instituti o'rtasida o'zaro hamkorlik memorandumi imzolandi. Tajriba tariqasida 5 ta idora Sog'liqni saqlash, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi, suv xo'jaligi vazirliklari, O'zneftgaz va O'zsuv ta'minot aksionerlik jamiyatlarining compliance nazoratini Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligiga o'tkazish topshirig'i yuzasidan agentlik direktorining birinchi o'rinbosari Dilshod Rahimov hamda Sog'liqni saqlash, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi, suv xo'jaligi vazirliklari, O'zsuv ta'minot rahbariyati o'rtasida ishchi uchrashuvlar o'tkazildi. Unda korrupsiya va manfaatlar to'qnashuv holatlariga imkon berib kelayotgan omillar, korrupsiyaning oldini olishda yo'l qo'yilayotgan kamchilik va sustkashliklar, sohalarda odamlarni qiynayotgan muammo va to'siqlar yana bir bor tanqidiy ko'rib chiqildi. Agentlik direktori Akmal Burxanov va Korrupsiyaga qarshi kurashish Milliy kengashi a'zolari ishtirokida Qashqadaryo viloyati Korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashining ta'sis yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishda davlat rahbarining topshirig'iga asosan hududiy kengash tarkibini to'liq yangilash, kengash tomonidan har chorakda korrupsiya darajasi yuqori bo'lgan bitta sohada korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish bo'yicha Milliy kengashga taklif kiritib borish masalalari ko'rib chiqildi. Endilikda kengash ishiga viloyat xalq deputatlari kengashi raisi rahbarlik qiladi. Shuningdek, agentlik direktori boshchiligidagi ishchi guruh Qashqadaryo viloyati Koson tumanini korrupsiyadan xoli hududga aylantirish bo'yicha o'rganishlar olib bordi. Ishchi guruh tomonidan tumanning sog'liqni saqlash muassasalarida korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan ishlar holati o'rganilib, ularda bepul va pullik tibbiy xizmatlarni ko'rsatish, tibbiy jihozlar va dori vositalari bilan ta'minlash, tibbiyot xodimlarini ishga qabul qilish kabi yo'nalishlarda korrupsiya xavflarini bartaraf etish choralari ko'rib chiqildi. Shuningdek, bu borada aholi bilan ham suhbatlar o'tkazilib, ularning ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlarga bo'lgan munosabati tinglandi. Agentlik direktorining birinchi o'rinbosari Dilshod Rahimov va Korrupsiyaga qarshi kurashish Milliy kengashi a'zolari ishtirokida Samarqand viloyati Korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashining ta'sis yig'ilishi o'tkazildi.
Yig'ilishda o'tkazilgan o'rganishlar davomida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, sohalarni raqamlashtirish, ochiqlik va hisobdorlikni ta'minlashga qaratilgan choralar tahlil qilinib, hududiy kengash a'zolarining faolligini oshirish, korrupsiyaning oldini olishga oid taklif va tashabbuslar ko'lamini kengaytirish muhimligi qayd etildi. Yig'ilishda Samarqand viloyati korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashining yangilangan yillik ish rejasi hamda Jomboy tumanini korrupsiyadan xoli hududga aylantirish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlandi. Shuningdek, yuqorida ta'kidlangan sohalar faoliyati Andijon va Toshkent viloyatlarida ham o'rganildi. Agentlikka jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan 160 ta murojaat kelib tushdi. Agentlikning qo'l markazi 12.3 ga jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan yo'llangan 70 ta murojaatga huquqiy yo'nalish va tushuntirishlar berildi. Agar siz korrupsiyaga duch kelsangiz, agentlikning qo'l markazi 12.3 yoki yantikor.uz platformasi orqali murojaat qilishingizni so'raymiz.